Uy hayvonlarining ichida eng mashhuri it bilan mushuk. Bizni she'rda misl bo'ladi. Lekin men itni tanlayman. It mehnat qiladi. Cho'ponlarda oldida ishlaydi, uy qo'riqlaydi, kimdir o'g'irlikka tushsa hurib bo'lsa ham turgizadi, to'g'ri ishlaydi, lekin siz emas. Mushukchi. Mushukni 2 hafta yaxshi vaqt qo'ying-da. Va chichqonlarni ovlamaysanmi siz? 2 kuni yap ko'zingga deydi. It xafa ham bo'lmaydi. Suyab berasiz o'zi haliginga. Uyda qolgan ovqatlarni, bu narsalarni berasiz. Xafa ham bo'lmaydi. Ko'p pay desiz ham xafa bo'lmaydi. Mushukchi arzimagan narsaga derazaga chiqib sakraveradi. Uy tarafga emas, ko'cha tarafga sakraganda ham. 9 ta jonim bor-ku deb. Mana it haqida Hatiko deb kino olingan. Mushuk haqida olinganmi shunaqa kino? Et kiygan mushuk olingan, mushuklarda o'zi ishonmaydi unga. Va oyga odamlardan oldin et kiygan mushuk uchganmi? Yo'q. It uchgan. To'man doim jeriga kun bermaydi, tushunyapsizlar? Mushuk unaqa mana bo'rini it simonlarga kiradi, to'g'rimi? Lekin qaysi kalla bilan sherni mushuk simonlarga kirgizib qo'ygansizlar? Mushuk sher simonlarga kira olmaydi. Kim ularning nomini ko'tarib